O'rtoqlar, xayrli kech. Men shokdaman. Men shunaqa shokda kirdim hozir uyga. Menga hozir qo'ng'iroq bo'ldi. Ishdan qaytayotsam, menga telefon qilyapti. Bitta laboratoriya, Toshkentdagi eng kuchli laboratoriya. Ya'ni qon tahlillari, ya'ni qon analizlari topshiriladigan laboratoriyadan Nodir opa hamkorlik qilaylik. Sizga shunaqa taklif bilan chiqyapmiz. Siz patsientlaringizni bizga yuborasiz. Analizlarga biz sizga konvertda sizni ulushingizni jo'natamiz deydi. To'g'risi tushunmadim. Endi oldinlar bo'lgan qanaqadir bunaqa takliflar, lekin endi seryozni qanaqadir e'tibor bermaganman. Yo'q, men ishlamayman, unaqa odam jo'natmayman. Hamma o'zi topib, o'zi boradi, vrachlari o'zi etadi, doktorlari. Bizda unaqa qon tahlillari juda ham muhim emas deb qaytarardim. Tushunmadim sizni nimaga menda kosmetologiyada unaqa kerak emas dedim. Yo'q, sizni patsientlaringiz juda ham ko'p. Sizga ishonishadi patsientlaringiz deydi. Yuboring, mana shu narsa kerak sizga. Laboratoriya analizlari, to есть tahlillari, qon tahlillari, mana shu biz sizga spiska beramiz deydi. Shu spiska bo'yicha analizga kelishadi. Masalan, minimalni 2 millionga analiz yozib berishingiz kerak deydi. 2 milliondan deydi 500 mingni sizga konvertda qaytib boradi deydi. Men shokdaman. Qizlar qanaqa qilib odamlarni во-первых aldash mumkin, во-вторых, nimaga bu narsadan men do'la ko'rishim kerak? Nimaga men, значит, u insonni pulini, u bechora qonini tekshirishga boradigan pulini, to'laydigan pulini menga berish kerak? Ujus. To'g'risi, juda xafa bo'ldim. Ilohim deydi. Biza bilan 100 tacha kosmetolog, 100 ga yaqin kosmetolog hamkorlik qiladi, deyaptilar. Hurmatli kosmetologlar, hurmatli hamkasblarim, to'xtatinglar. Mana shu firmalar bilan shartnoma asosida ishlashi, laboratoriyalar bilan, dori kompaniyalar bilan ishlashi, ularni arzimagan bonusi uchun sizlar mana shunaqa ishlab Allohdan keladigan rizqinglarni kesib qo'yibsizlar. Xalqni aldavasizlar. Odamlar qancha qiynalib bu analizlarga boradi. Kasal odam, tim более dardi bor odamni dardidan foydalanib pul ishlashi men eng bir pastkashlik deb hisoblayman. Eng nima deydi, tubanlik deb hisoblayman. Xafa bo'lib ketdim, urushib tashladim to'g'risi. Aytdim, mayli dedim, siz xo'jayiningizlarni buyrug'ini bajarayotgandirsiz, lekin sizni onangiz tushib qolsa-chi shunaqa holatga, opa-singlingiz, yaqinlaringiz doktorga borsa-da, doktori shartnomasi bo'lsa, qaysidir laboratoriya bilan jo'natib yorsa, majburlab, kerak emas analizlarni ham yozib jo'natib yorsa, shundan sizni o'sha yaqiningizni puli o'sha doktorga boradi. Yuqadimi u? Bu hozir qilayotgan ishingiz noto'g'ri. Qayting bu narsadan. deb rosa gapirdim, to'g'risi xafa bo'ldim, dilim og'ridi rosa. Masalan, men butun insoniyatni qutqarib qola olmasman yoki bu bittagina bu videom bilan bu narsadan hammani qaytara olmasman. No, xanna bitta inson, bitta хотя бы vrach, bitta mutaxassis shu narsadan qaytganni o'zi ham men o'ylaymanki, hozir qancha ayollarni bundan saqlab qolamiz va niyat qilamanki, bunaqa ishlaydiganlar kamaysin. Dori yozib berasizlar, bonus uchun bitta shunaqa ko'rganman. Qanchadir dori sotsangiz, deydi, bitta tefal choynak beramiz, deydi. Qanchadir dori sotsangiz, bitta mikrovolnovka beramiz, deydi. Voy, o'sha narsani olish uchun ba'zan poliklinikalarda, ba'zan klinikalarda vrach mana shunaqa ishlar qilishyapti. Aytishinglar mumkin, oylik kam. Sizga gapirish oson. Bu yoqda oylik kam pul topish kerak-ku, дополнительный qo'shimcha daromad bo'lishi kerak-ku, vrachda ham arzimagan pulga ishlab o'tiribmiz-ku deyishinglar mumkin, lekin bu yo'l bilan emas, o'rtoqlar. Agar yaxshi niyat qilib, o'z ustinglarda ishlab, salgina harakat qilsanglar, menimcha pul topishni boshqa yo'llari ham bor, to'g'ri va halol yo'llari ham bor. Iltimos, bunaqa narsalarni to'xtataylik. O'zbekka aldayapti, kiydiryapti, o'zbekka kiydiryapti. Juda ham achinarli holat, juda ham. Dorilarni ba'zan aptekalarni aytishadi doktorlar. Mana shu aptekadan olasiz faqat. Boshqa aptekadan olmang deb anu qog'ozlari bilan yuborishadi, chunki o'sha aptekadan do'la keladi. Iltimos, давайте bunaqa ishlar qilmasdan Allohdan so'raymiz.
yaxshi, to'g'ri ishlashga, halol ishlashga harakat qilgan insonni har doim barakasini beradi Allohim. Ishoninglar, asla o'zinglarni barakanglarni o'sha birovga, bandasiga bog'lab qo'yasizlar. Bandadan emas, hech qachon baraka, Allohdan. Ishoninglar. Xafa bo'lib ketdim. Mayli dunyoni qutqarib qola olmasman. Mayli men o'zimni giroyday ko'rsata olmasman. Giroy ham bo'lishmas niyatim, lekin ozgina bo'lsa-da mana shundan qaytara olsam, kimnidir mayli 5 ta vrachchi, mayli 10 ta vrach, mayli 20 ta vrach shu narsadan qaytara olsam, hamma savob bo'ladi. Hamma nechtadir odamlarni puli tejaladi va dardi yana ham og'irlashmaydi. Hammaga shifo tilayman. Shifo Allohdan bo'lsin, ilohim. Sog' bo'linglar.